Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan premium sifatida uy sharoitida tirnoq xina qo'yamiz. Qani, boshladik. Qizlarimni qo'liga o'zimdan oldin tirnoq xina qo'yganim uchun o'zimni qo'llarim yo'q bo'lib qoldi. Demak, birinchi bo'lib ishni tirnoq ichidagi ortiqcha etlarni, kirlarni tozalashdan boshlaymiz. Shun tirnoqlarim orasida demak ishqorlanib, oqarib ketgan shularni hammasini oldin tozalab chiqamiz. Buning uchun bizga bunaqa ko'sachkani bunaqa qismi kerak bo'ladi. Shu qismida men tozalab olaman. Va bizga demak tirnoqni uy sharoitida manikyur qilib bo'lgandan keyin bizga bunaqa tirnoq xina kerak bo'ladi. Buni ichidan xina kukuni hamda xina bunaqangi kremi chiqadi. Men o'zi hozir tayyorlab bo'lganman. Simisi уже menda bor. Keraklicha tayyorlab olamiz. Qancha ketsa, o'sha necha kishini tirnog'iga qancha ketsa, demak o'sha keraklicha tayyorlanadi. Agar ko'p ko'rsanglar uvol bo'lib ortib qoladi va keyingi safar qo'yishga bundoq yopib olib qo'yaman desangiz, keyingi safar demak bu xinalar na tirnoqqa, na qo'lga yuqmaydi. Srog o'tib qolgandek bo'ladi. Va oxirida demak Johnson Baby yog'ida tirnoqlarimizni o'sha yog'lab asvejat qilib olamiz. Qani, davom etamiz. Mana bu tarafda kesib chiqaman.
Mana hozir ortiqcha kir betlarni yuvib tozalab chiqdik. Endi kesib chiqamiz. Mana demak, keraklicha pilkalab oldik. Ortiqcha qolib ketgan oq joylariga yog' sursa yaxshilanib ketadi, lekin hozir agar yog' sursam xina yaxshi olmasligi mumkin. Shuning uchun oldin xina surib olaman, keyin xinani yuvganimdan keyin yog'ni surib olaman. Demak, birinchi french qilib bo'yayman men hozir. Shuning uchun texnika ko'rgandim, o'sha texnikani qaytarib ko'ramiz. Mana men bunaqangi qovoq ko'targich uchun ishlatiladigan skochdan qo'llarimni ichiga french bo'lish uchun kerakli joyini ajratib yopishtirib chiqdim. Endi namzani surtib chiqamiz.
Bu qo'lim qotganidan keyin endi chap qo'limga ham birato'la yopishtirish esimdan chiqqani uchun endi o'ng qo'lim qotishini kutamiz. Endi bu qo'limga qo'yib chiqamiz. Qazma bilan tutib chiqaman. Bo'ldi endi qolganini videoga olmasdan chetlarini ingichka qilib kruglroq qilib forma berib chiqmoqchiman. Demak, mana ko'rib turganingizdek hamma tirnoqlarimni chetlariga ham kruglay, ya'ni dumaloq shakl hosil qilish uchun chetlariga ham qo'yib chiqdim. Endi albatta oxirida tirnoqlarimiz yumlab shikastlanmasligi uchun qo'llarimiz har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Ishlatgan qaychilarimga sepish esimdan chiqqani uchun oxirida qo'limni spirtlab olamiz. Demak, bu spirt qo'ygandan keyin yumshatish uchun Johnson Baby yog'laridan surib olamiz. Demak, aziz kuzatuvchilar, bugun sizlar bilan shunaqa uy sharoitida tirnoqga xina qo'yish kontenti bo'lib o'tdi. Iloji boricha shunaqangi uslublar bilan, yo'llar bilan qo'yib ko'ringlar, go'zallashinglar. Sizlarga bunaqangi yanada yaxshi kontentlar ishlashdan xursand bo'laman. Keyingi yana yaxshi video kontentlarimizda ko'rishguncha xayr deb qolaman.